Assalomu alaykum akalar, qaranglar, bitta prosta go'zal bo'lyapti, nima qilaylik. Allohning qudratiga tanlangan. Mashalloh, tog'larni qaranglar. Tog'lar bilan go'zal bo'lib turibdi. Mashina bozoridamiz. Mana mashinani sotgan tushganmiz. Buni srochni bozorga olib chiqish kerak bo'lib, Instagram, TikToklarga qo'ya olmadim. Chiqarilgan yili 2018, 2 gaz mashina. Zo'r holatda, ideal holatda, xudo xolasa, ishi yo'q. Yaqinda yog'ini almashtirib qo'ydik. Bir hafta bo'ldi yog'ini almashtirganimizga. To'ra aynak elektriskiy sideniya, mashina Abduf sideniya podagrafi bor. Xudo xolasa, salon holatlari zo'r holatda. Mashina o'zimniki. Qaranglar, yaltirab turishini bala bo'lib turibdi mashina. Prosta yonyapti. Mashina zo'r holatda, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mashina meni o'zimning nomimda. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol kelib so'rab olarasizlar. $11,300 deyapmiz. Xudo xolasa tushib beramiz normalni.